ota-onalar, o'qituvchilar yoshlarimizni internetga bog'lanib qolganligi haqida va uni asoratlari haqida ko'p gapirishyapti, ko'p yozishyapti. Neyropsixolog olim sifatida men shuni aytmoqchi edim. Hurmatli ota-onalar, bolalar bilan ko'p vaqtni o'tkazishingiz kerak. Bolalar bilan ko'p suhbatlashishingiz kerak. Hozir meni aytganim bilan internetga bog'lanib qolgan bolangiz bilan yur gaplashaman desangiz, u yo'q deyishi mumkin. 10 yosh, 12 yosh, 14 yosh. Shuning uchun ularni, ayniqsa yosh bolalarni yoshligidan tortib o'zingizga ko'proq bog'lang. Shundoq qaraydi, buvisini yoniga chopib boradi, telefonda o'tiribdi. Buvasini yoniga chopib boradi, telefonda o'tiribdi. Otasi, onasi hammasi bittasi notebookda, bittasi nimada, opalari keyin nima qiladi? O'zi o'ylang. O'sha 5 yoshar, 10 yoshar bolamiz taqlid ularda eng shakllangan payt, rivojlangan payt, bu ham telefonda o'tiradi. Yoki meni boshimni og'ritma deydi, unga ham telefon beradi. Ular ham ana ko'zni oldiga keltiring. Haligi giyohvandlik degandik, giyohvand moddalarga qancha bog'lanib qolaversa, avvalroq kam doza, keyin yana dozani oshiradiki, yana u shunaqa sho'ng'iydi, shunaqa sho'ng'iydi. Mana shu internet dunyosiga. Men shuning uchun mana zamonaviy Mavli degan sindromni taklif qilganim, ilmiy konferensiyalarda ham aytayapman, uni tortib ola olmaysiz. Siz boladan ayrilib qolasiz. Bolaning jismi bor, o'zi yo'q. Bolaning jismi bor, ongi yo'q. Bolaning jismi bor, siz bilan muloqot yo'q. Shu yerda o'rinli savol tug'iladi. Nega unda men dunyoga keldim? Men kimning ota-onasiman? Robotga aylanib qolgan, faqat o'sha internet dunyosi bilan yashaydigan bolanimi? Qiznimi? O'z joniga qasd qilib o'zini o'ldirayotganlar mayli qo'yib qo'ylik. Men yana o'sha asabiy ruhiyat kitobimda ruhiy nogironlar ular kimlar degan yozgan joyim bor. Yanada og'ir ahvollar paydo bo'lyapti. Juda katta muammo paydo bo'lyapti. Ham oila katta zarar ko'ryapti, ham jamiyat katta zarar ko'ryapti. Nafaqat mana bunaqa ruhiy nogironlar paydo bo'lyapti. Iqtisodiy tomondan ham olimlar hisoblab chiqqan. Milliardlab dollarlar zarar ko'ryapti bolalar internetga mukkasini berilgani uchun. Yechim nima? Birinchi yechim, bola bilan biologik muloqotni ko'p yo'lga qo'yish kerak. Buning uchun doimo bola bilan ko'p vaqt o'tkazishga harakat qilish kerak. Men aytdim shu 12 minut hech bo'lmaganda ota, 12 minut hech bo'lmaganda ona bola bilan suhbatlashib nima qilsa, bola bu yoqqa o'rganib qoladi. Bola miyasiga kelgan savolni, uni qiynayotgan muammoni yechimini internetdan topsa, u internet bog'lanib qolaveradi. Ota-ona uni dardini eshitishi kerak. Ota-ona unga do'st bo'lish kerak. U o'ziga virtual do'stni izlab yurmasligi uchun siz unga do'st bo'lishingiz kerak. Keyin yana bir shu yerda sport masalasi. Avvalgi yo'q deydi, bormayman deydi. Sport turi ko'p. Qaysi biriga borasan bolam? Yugurishgami, basketbolgami, voleybolgami, sport turiga birortasi berish kerak. Mana bunaqa toza havoda sayr qilib yurishni yo'lga qo'yish kerak. Mana biza ko'ryapmiz. 10 yil oldin aytdik. 20 yil oldin sekin-asta gapirib boshlanuvdi internetni xavf haqida. Internet orqali, elektron aloqa vositalari orqali juda katta kashfiyotlar ham qilinyapti. Katta oilalar barbod ham bo'lyapti, bolalar ruhiy nogiron bo'lib qolyapti. Yosh kelin-kuyovlar ajralib ketyapti. Bir-birini haqorat qilish, ya'ni kiberbullying deydi, ko'payib ketish hisobiga sudlashuvlar avj olib ketdi. Uzoqda o'tirib ruhiy zarbalar berib, kuchli talantli bolalarni matematikadan, fizikadan, tarixdan sovutib qo'yishyapti. Qachonlardir kuni kecha yoki 1 yil oldin zo'r fizik chiqadi, zo'r matematik chiqadi bu boladan, zo'r sportsmen chiqadi degan farzandlardan 1 yil o'tib o'qituvchilar ota-onalariga ularni shikoyat qilyapti. Shu bolangiz nima o'zgarib ketdi, buzilib ketdi deb. Narkotik dorilarni tarqatish avj olib boryapti. Shuning uchun hurmatli ota-onalar, mana shu bolalarni tarbiyasida o'zimiz avvaldan bor bo'lib kelgan jismoniy mehnat, toza havoda sayr qilish, sport bilan shug'ullanish, ota-onaga mehr-muhabbatli bo'lishni
bolalarimizga yana shu davrga qaytarishimiz kerak.